Assalomu alaykum. Bu yana men. Boya soat 3larda pizzaning xamirini ilab qo'ydim. Biz pizza qilyapmiz. Endi xamirni qattiq qilib yoyib o'tirish shart emas ekan. Mana bundaqa qilib ideya qilsangiz ham bo'lar ekan. Mana. Oson uslubda. Xamir, orqasidan ketidan kolbasa, ortidan buna zelin tapga ko'ra. Yana kolbasa. Ketma-ketlikda solaverasiz ekan. Birinchi qilishimiz. Qanday chiqarkan yana ko'rsataman keyin. Endi eng ustidan pishloq. O'g'lim qirib berdi. Mana. Mana. Qalin qilib sepasiz pishlog'ini. 180 gradusga 30 minutga qo'yib olasiz. Yeganlarga osh bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.